Assalomu alaykum obunachilar. Hammada ham bo'ladi-ku, bir o'tirib, hammaning kimnidir ba'zi paytda ko'ngli nimadir tusab qoladi, nimadir yegisi kelib qoladi. Shunga o'xshab men ham o'ylab turaman-da, shunda internetdan chiqib qolsa shu narsani yegim keladi. Men ham internetga o'ylab o'tirgan paytimda dubayskiy shokoladlarda trend bo'lgan paytidagi qaysidir videosi chiqib qoldi. Shundan yegim kelib, men ham Koreyada zakaz qildim. Xo'p, bu yerda manzili bor. Koreyada yeguliklarni shunaqa korobkalarda olib kelib tashlaydi. Yuzidan manzilim bo'ladi. Manzilda bekitib olganman deb hisoblaysizlar. Buni ochishga harakat qilaman. Mana bu dubayskiy shokolad firmasidan konvertcha. Keyin yana zakaz qilsangiz boshqa shirinliklar ham tavsiya qilib, o'zlarini vizitkadek qog'ozini solib jo'natgan. Bu dubayskiy shokolad. Bunda ham mana o'zini sotib olgan xaridor uchun tilak so'zlar yozib qo'yibdi. Buni ochamiz. Xo'p, bunday upakovkada ketdi. Bu Koreyani o'zida ishlab chiqarilgan dubayskiy shokoladda, shuning uchun o'zlari shunaqa upakovkalar jo'natishadi. Pechaklar bilan. Muhtasham. 280 grammlisidan chiqdi. Haqiqatan ham chiroyli. Og'irligini buni. Haqiqatan zo'r ekan. Bismillah. Wow. Bu Kwonkani firmasidan chiqargan. Kwonkani firmasi juda ham mazali dubayskiy shokolad. Mana oxirini yeyishga o'tdim. Yeganim sari to'ymaydigan mazali, yoqimli ekan. Kamsahamnida Kwonkani.